Yaponlar farzandlari ma'lum yoshga yetgach, oldiga turli o'yinchoqlar, pullar yoki kitoblar qo'yib qo'yishar, ulardan birini tanlashga qarab kasb yo'naltirishni boshlashar ekan. Albatta, bu hamma yapon oilasida ham qo'llanilavermaydi. Qolaversa, doim ham 100% natija beravermaydi. Biroq bu kabi harakatlar zamirida kasb tanlovini bolaning o'ziga qo'yib berish, iqtidorini kichikligidan aniqlab, ko'mak berish maqsadi yotadi. Chunki insonning iste'dodi yuzaga chiqishida atrofini qurshagan muhit ham katta rol o'ynaydi. Davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan ortga qaytmas islohotlar sabab o'zimizda ham bolalarning qiziqishlari, iste'dodini rivojlantirish, yo'naltirishga qaratilgan ta'lim dargohlari, IT parklar, coworking markazlari, sport, musiqa va san'at maktablari qurildi. Avvaliga bu tabaqalanishga olib kelishi, o'quvchilar bir yoqlama bilim olib qolishi mumkin deya xavotirlarga sabab bo'lgan ushbu maktablarning o'quv faoliyati yildan yilga takomillashib, yangi ixtisoslik fanlari qo'shilib bormoqda. Ularda tahsil oluvchi o'quvchilarning ko'rsatkichlari esa har qanday ota-ona orzusi va millat faxriga sabab bo'lib, kelajakka umid uyg'otyapti. Xususan, ijod maktablari ham bu borada lokomotivga aylandi. Avvalo, ushbu maktablar o'quvchilari 7-sinfdan tanlov asosida maxsus imtihonlar yordamida bilimi va iste'dodiga ko'ra saralab olinadi. Ammo aytaylik, o'quvchi o'ta bilimli, biroq iste'dodi aniq fanlar yoki ijodga aloqador bo'lmagan boshqa bir sohaga yo'naltirilgan bo'lsa ham qabul qilinmasligi mumkin. Chunki ushbu maktablar o'quv rejasiga ko'ra notiqlik san'ati, xalq og'zaki ijodi, matnshunoslik, publitsistika, tarjima qoidalari, dramaturgiya fanlarini o'qitishga haftasiga 25 soat vaqt ajratiladi. O'quv jarayonida o'quvchilar dunyo kinematografiyasining 100 ta eng yaxshi namunasi va dunyo adabiyotining eng sara 100 ta asarini to'liq o'rganib, tahlil qiladi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan davlat oliy ta'lim muassasalariga joriy yil bitiruvchilarining bakalavriat yo'nalishi bo'yicha o'rtacha o'tish ballarini hisoblaganda respublika reytingining kuchli uchtaligidan Marg'ilon shahridagi Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabi ham joy oldi. Aynan ushbu ko'rsatkichda so'nggi 3 yildan buyon kuchli uchlikdan tushmay kelayotgan mazkur ijod maktabi tajribasi, bu yerda amalga oshirilayotgan ta'lim jarayonlari bilan tanishdik. Erkin Vohidov maktabida o'quvchilarning iqtidorlarini, bilim salohiyatlarini aniqlashning o'ziga xos strategiyasi ishlab chiqilganmi va agar ishlab chiqilgan bo'lsa, u qanday? Erkin Vohidov ijod maktabida o'quvchilarni ilmiy, ijodiy hamda ma'naviy baholash va ularni shu narsalarda qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida o'qituvchilar tomonidan o'quvchilar uchun maxsus maqsadlar kundaligi ishlab chiqilgan va bu kundalikda o'quvchilar haftalik, ya'ni kunlik rejalarini va bir choraklik rejalarni tuzib yozib borishadi. Bunda o'zlarini reja va maqsadlariga hafta yoki chorak davomida qaysilariga ulgurishdi, qaysilariga ulgurishmadi, buni chorak oxirida o'qituvchilar bilan birga hisobot orqali hal qilishadi. Aynan shu orqali o'quvchilar oldiga qo'ygan rejalarini, maqsadlarini yodlaridan chiqarishmayapti. Aynan Erkin Vohidov ijod maktabi oliy ta'limga kirishda so'nggi 3 yilda O'zbekistonda 3-o'rindan tushmayotganligi ham sababi ham bir tomondan shu desak mubolag'a bo'lmaydi. Kundalikka qarab o'quvchilar o'zi yozib boradi va o'sha yozganini har kuni, har soatda kerak bo'lsa ochib, o'sha yerni tahlil qilib borishadi. Chunki bu yerda kunlik rejalar bor. Aynan bir kun uchun bitta varaq ajratilgan. O'quvchi ertalabdan kechgacha nima qilish kerakligini, nima qilmoqchiligini shunga yozib borsa, kechqurun nimaga ulgurgani va nimaga ulgurmaganini o'zi tahlil qilib boradi va o'zi haftaning oxirida, chorakning oxirida o'qituvchilar bilan birga shuni tahlil qilishadi. Va bu o'quvchi uchun ham fundament bo'ladi, ham oliy ta'limga kirish uchun qo'yilgan maqsadlarni doim eslatib turadi. Prezidentimizda shunday ta'rifi bor. Har bitta bolani qalbida quyoshi bor. Unga nur sochish imkonini berish kerak deydi. Biz shuni o'zimizga pedagog sifatida, ona sifatida, ustozlar sifatida, dastur amal sifatida qabul qildikda, birinchi navbatda ijod maktablariga o'tkaziladigan imtihonlarning shaffofligini, eng ijodkor, eng aqlli o'quvchilarni saralashda shaffoflikni ta'minlashga harakat qilamiz. Shu bilan birgalikda ta'lim jarayonida an'anaviy ta'limdan qochamiz. Bizda kompetensiyaga asoslangan, loyihaga asoslangan ta'limni joriy etganmiz. O'z-o'zidan bola faqat ma'lumot saqlamaydi, balki u fikrlaydi, tafakkur qiladi. Fikrlangan narsa u insonni aqliga joy bo'ladi. Yodlangan narsa emas.
o'quvchini fikrlashga harakat qilamiz. U o'sha ijodiy fikrlash, tanqidiy fikrlashni o'stirishga asoslangan ta'lim. Shu bilan birgalikda bolajonlarimizga maqsadlarini belgilash, missiyasini belgilashga yangi maktabga qabul qilingan 7-sinf o'quvchilari bilan bir oy shug'ullanamiz. Ya'ni u o'quvchi ijod maktabiga kelib, ertaga davlatga, jamiyatga, millatga kim bo'lib yetishib chiqadi. Bugun davlatimiz tomonidan mana shu o'quvchiga tikilayotgan sarmoyani u qanday qilib oqlashi kerak. Bugungi berilayotgan sarmoyani intellektual mulk sifatida qaytarishi kerakligini, jamiyatni muhim bir a'zosi ekanligini, nafaqat a'zosi, jamiyatdagi bo'layotgan islohotlarni faol ishtirokchisi bo'lishi kerakligini tushuntiramiz va buning uchun o'quvchilarni o'zini ustida ishlashga harakat qildiramiz. Kichik qadamlardan katta natijalarga erishish mumkin ekanligini bolalarga tushuntiramizda, ana endi mana bu o'quvchilarimiz o'zini rivojlantirishga boshlaydi. Ya'ni o'zini o'zi baholaydi, o'ziga o'zi maqsad qo'yadi. O'zini kelajagini, strategiyasini belgilab oladi va shuni orqasidan o'zi harakatga tushadi. Ilm va ijod uyg'unligi, ma'naviyat va ma'rifatga yo'g'rilgan fikr va g'oya egalari bo'lgan yetuk avlodga erishish jadid bobolarimiz orzu qilgan, intilgan hayot tarzi edi. Yangi O'zbekiston o'zining yangi jadidlarini maktab partasidan tarbiyalayapti. Davlatimiz rahbari mamlakatning oltin fondi bo'lajak yetuk mutaxassislarni prezident ijod va ixtisoslashgan maktablarda o'qitish g'oyasini ilgari surdi. Umumta'lim maktablarda ta'lim olayotgan o'quvchilarning eng bilimli, iqtidorlilari maxsus maktablarda o'qitila boshladi. Natijalarga esa barchamiz guvoh bo'lib turibmiz. Prezidentimiz ta'limga oid bo'lgan videoselektorida ham alohida ta'kidlab o'tdilar. Bugun o'sha ta'limdagi siyosatimiz mehnat bozori bilan uyg'un emasligi. Buning natijasida o'sha bitirayotgan o'quvchilarimizni hayotda o'zini o'rnini topa olmayotgani, juda ham katta investitsiyalar tikilayotgani, lekin aynan mana shu ta'lim bozori bilan mehnat bozorini uyg'unlashmaganligi bizda kadrlarga bo'lgan juda ham katta ehtiyojni qoplayotganligini, ya'ni zamonaviy kasblarga bo'lgan ehtiyoj yuqoriligini aytib o'tdilar va shuning uchun bu yilni, ya'ni kasbiy rivojlanish yili, kasb agentligi tashkil etish masalasini oldimizga qo'yib berdilar. Bu juda ham muhim narsa. Ya'ni o'sha biz ta'limda o'quvchilarni bilim berish emas, balki hayotga tayyorlashni ustuvor etib belgilashimiz muhimligini ko'rsatdilar. Shu bilan birgalikda pedagogning nufuzini oshirish, uni obro'sini oshirish va shu bilan birga kasbiy rag'batlantirish, kasbi tufayli ilmiy va boshqa darajalarga ega bo'lsa, sertifikatlarga ega bo'lsa, uning o'sha rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etdilar va kuni kecha o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining minbarida ham prezidentimiz o'sha o'zbek tilida juda ham go'zal bir nutq so'zladilar. Pedagog sifatida aynan mana shu nutqdagi bugungi O'zbekistonda ta'limni davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligini e'tirof etish bilan birgalikda aynan ta'limni jahon hamjamiyatiga, jahon ta'limiga integratsiya qilish masalasini va aynan mana shu ta'lim bugun dunyoni qutqaruvchi najotkor kuch ekanligini e'tirof etgan meni juda ham quvontirdi. Haqiqatan ham mana shu ta'lim, ilm, ma'rifat dunyoni qutqaruvchi najotkor kuch ekanligini, bugun dunyoda bo'layotgan o'zgarishlar, voqealar va bolajonlarni o'sha ta'limsiz qolayotgan qanchalar bolajonlar, ochlik nimasida qolayotgan qancha bir insonlar misolida o'sha ta'limda inqirozi mana shunday millatni, davlatni tanazzuliga olib kelayotganini ko'rsatib berdilar misollar orqali. Va shu bo'yicha xalqaro ta'lim platformalarini rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni ta'limga joriy etish va xalqaro dasturlar, xalqaro o'quv darsliklarini joriy etish, Cambridge, IB dasturlarini o'sha bugun ta'lim tizimiga olib kirish va mana shu yangi tashkil etilgan, bugun o'sha lokomotiv bo'lgan prezident ijod ixtisoslashtirilgan maktablardagi tizimni boshqa umumta'lim maktablarga namuna sifatida olib kirish va xalqaro baholash tizimini ham keng joriy etish masalalarini ko'tarib o'tdilar. Bu juda ham meni mamnun etdi va mana bunday islohotlarni bevosita ishtirokchi sifatida xursandman va 3-yilini
Renessansga qo'yilayotgan bir qadamlar deb o'ylayman, islohotlar deb o'ylayman va men ishonaman, bugungi o'sha millat ta'lim tarixida kechayotgan ijtimoiy hodisalar, mana bunday juda ham katta o'zgarishlar bugun tarixiy bir jarayon kechayotganini ko'rsatib beryapti va umid qilamanki, mana shunday islohotlar natijasida uyg'onish yana sharqqa, markaz O'zbekistonga qaytadi. Ushbu muassasa nafaqat ijodiy bilim berish, balki yoshlarni jamiyatda faol, fikrli, ma'rifatparvar shaxslar qilib tarbiyalashga intilyapti. Bu yo'lda ijod maktabining har bir o'quvchisi uchun ta'lim jarayoni va ta'limdan keyingi 15 yil uchun mo'ljallangan strategiya ishlab chiqiladi. Bu strategiyalarga omil bo'luvchi jihatlar e'tiborli. Maqsadlar ustida ishlash, maqsadlarini boshqarish, vaqtni boshqarish va natijaga erishish tajribasi bugun bizni mana shunday yuqori natijalarni olishimizga sababchi bo'ldi va o'tgan yillar davomida nafaqat oliy ta'limga kirish bo'yicha Bilimni baholash agentligini ko'rsatkichlari bo'yicha 2 yil oldin respublikada 10 mingdan oshiq maktablar ichida ikkinchi o'rin 169.7 ball bilan, o'tgan yil 176.9 ball bilan birinchi o'rin va bu yil 3-o'rinni egalladik. Ya'ni 3talikni bermay kelyapmiz va bugun savol tug'ilishi mumkin. Ijod maktablari oliy ta'limga tayyorlash maktabimi degan savol tug'iladi. Yo'q. Biz nafaqat o'quvchilarni oliy ta'limga tayyorlaymiz, balki biz asosiy missiyamiz hayotga tayyorlash. Bolani nazariyadan qochib amaliyotga, hayotga tayyorlashni o'zimiz oldimizga katta maqsad qilib qo'yganmiz. Bola mana shu hamma o'zanlarda o'zini baliq dengizda qanday his qilgandek his qilishini xohlaymiz. Katta hayotga, oliy ta'limga kirgandan keyin ertaga uni missiyasi nima edi degan savol qolmaslik kerak. Shu joyda to'xtab qolmaslik kerak. Bola undan keyin qanday harakat qilishini biladi. Biz kamida 15 yillik strategiyasini belgilab berganmiz va bugun aynan mana shu bolani ertaga o'sha prezidentimiz, davlat rahbari mana shu ijod maktablarini tashkil etilayotganda qo'ygan missiyasi bor edi. Mana shu maktabdan bitta Erkin Vohidov, bitta Abdulla Oripov yetishib chiqsa, men maqsadimga erishgan bo'laman degan missiyalari bor edi. Ya'ni bugun bir so'z bilan aytganda ijod maktablari mana shu davlatga ziyolilarni, daholarni, vatanparvarlar yetishib chiqarish kerak. Buning uchun biz faqatgina ilmiy potensialga ega bo'lgan o'quvchilarni emas, balki ijodiy tafakkuri baland, o'zini mustaqil fikriga ega, tahliliga ega va bugungi zamonaviy dunyo bilan hisoblasha oladigan raqamli avlodni biz tarbiyalab bera olishimiz kerak. Shu bilan birgalikda ularga o'sha IT to'garaklari orqali xalqaro darajaga chiqqanda ham raqamli texnologiyalardan foydalanib o'zini o'rnini jahoniy bir nuqtalarda ham o'zini so'zini, fikrini, ovozini bemalol ayta oladigan, o'sha texnologiyalarni boshqara oladigan bir avlodni yetishtirishga harakat qilyapmiz. O'tgan yillar davomida bu yerda ijod va ilmni ongida mujassamlashtirgan yuzlab qora ko'zlar tahsil oldi. O'tgan vaqt va ijod maktablari uchun ajratilgan davlatning mablag'i qanday natija berdi degan o'rinli savol tug'iladi. Javobi esa ijod maktabida tahsil olayotgan o'quvchilarning fikrlash doirasi va erishgan yutuqlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Oldindan biz o'z yo'nalishlarimizni ustozlarimiz bilan birgalikda belgilaymiz va shunga qarab har oyda natijalarimizni tahlil qilib harakat qilamiz. Ona tili va ingliz tili fanlarga bu yo'nalishga iqtidor borligi 9-sinfda olimpiadalar boshlangan paytda saralash imtihonlarida yuqori o'rinlarda maktab bosqichidan chiqqanman va viloyatda ham faxrli o'rinlar bilan qatnashganmiz. Shunda menda ona tili faniga iqtidor borligini sezganman. Maktabimizning Farg'ona davlat universiteti bilan hamkorligi bor. Bu o'tgan yili imzolangan. O'tgan yili mana shu universitet olimpiadasida 3-o'rinni olgandim. Bu yil 1-o'rinni qo'lga kiritdim. Bu albatta bizga yanada bilimimizni mustahkamlashga, o'zimizga bo'lgan ishonchni ortishida yordam beradi. Ortga qaytmas islohotlar sabab ta'lim tizimida erishilayotgan natijalar tahliliga e'tibor qaratsak, hozirda yurtimiz maktablarida 6,5 million o'quvchi ta'lim olyapti. Joriy yilda maktablarni 400 mingga yaqin o'quvchi bitirgan bo'lsa, birinchi sinflarga 720 ming nafar bola qabul qilindi. Shu bois so'nggi 8 yilda 500 ga yaqin yangi maktablar qurilgani, mavjudlarning kengaygani hisobiga 1 million o'quvchi o'rni yaratildi. Har yili 10 minglab maktab o'quvchilari xorijiy til va fanlar bo'yicha xalqaro
sertifikatlar olyapti. Masalan, 2016-yilgacha jami 2000 nafar maktab o'quvchisi sertifikat olgan edi. O'tgan yili birgina xorijiy tillarning o'zidan 150 ming yoshlarimiz xalqaro sertifikatga ega bo'ldi. E'tiborli jihati, bugungi kunda mazkur ijod maktabining 70% dan ziyod bitiruvchi sinf o'quvchilari ham milliy va xalqaro fan hamda til sertifikatlariga ega. Bu esa joriy o'quv yilining birinchi choragidayoq 2027 o'quv yillari uchun oliy ta'limning bakalavriat yo'nalishiga qabul ballarini shuncha o'quvchi qo'lga kiritganidan dalolat. Oldinda turgan 3 ta chorakda esa qolgan bitiruvchilar ham bu marraga bemalol yetib borishi kutilmoqda. Maktabimizda har chorak so'ngida ilmiy monitoring o'tkaziladi. Bu esa o'quvchilarga o'z natijalarini tahlil qilishda va aniqroq maqsad qo'yishda yordam beradi. Shu bilan birga maktabimizda eng oliy toifali o'qituvchilar va yuqori darajadagi sertifikatga ega bo'lgan ustozlardan ta'lim olamiz. Bu esa bizga o'z ilmimizni yanada rivojlantirishga, mana shu natijalarga erishishimizga ruh bag'ishlaydi. Shu bilan birga har oyda o'tkaziladigan milliy va xalqaro sertifikat imtihonlariga o'quvchilarimiz jalb qilinadi. Bu yilgi abituriyentlarda hozirda 70% da 3 tadan sertifikatlar mavjud. Xususan menda ham ona tili, ingliz tili va tarix fanlaridan sertifikat bor va hozirda 176 ballni qo'lga kiritdim. Xudo xohlasa, dekabr oyidagi milliy sertifikatlarga ham topshirib, yil oxirigacha 189 ballni qo'lga kiritmoqchiman. Men shaxsan o'zim o'tgan yilgi o'quv yilida tarix hamda ona tili adabiyot sertifikatlariga imtihonlarni topshirdim va muvaffaqiyatli imtihonlarni topshirib, tarix fandan B, ona tili adabiyot fandan C+ sertifikatlarini qo'lga kiritdim va bular davomiy bo'ladi. Shu kelayotgan yangi imtihonlarga, ya'ni noyabr oyidagi tarix fanidan topshiraman va o'zimning asosiy blogim uchun A+ hamda ingliz tilidan dekabr oyidagi imtihon uchun C1 natijalarini qo'lga kiritish uchun harakat qilaman. Men kelajakda adabiyotshunos bo'lmoqchiman. Shu bilan birgalikda ijodni ham bir maromda olib ketish niyatim bor. Shu sababdan ham ustozlarimiz berayotgan bilimlarga o'zgacha qiziqish bilan yondashaman va hozirda meni Sandal nomli kitobim, ilk kitobim nashrdan chiqqan. Bundan tashqari bir nechta respublika ijodiy tanlovlarida ham o'rin olganman. Hech qanday shubhasiz ayta olamanki, maktabimizda ona tili adabiyot juda ham chuqurlashtirib o'tiladigan fanlardan biri. Biz nafaqat berilgan darsliklardan, balki qo'shimcha manbalardan, yana o'zimiz izlanib, maktabni bor sharoitlaridan foydalangan holatda internet, mana masalan informatika xonasida o'zimiz izlanib, yana bilimlarimizni kengaytirib borishimiz mumkin. Ijod maktabida o'quvchilarning ijodiy salohiyatlarini o'stirish uchun adabiy muhit yaratilib, ustozlarning mahorat darslari tizimli yo'lga qo'yildi. O'quvchining ijodiy laboratoriyasini tahlil etish uchun har chorakda ijodiy monitoringlar tizimli yo'lga qo'yildi. Ta'lim maskanida o'quvchi ongiga yangi ma'lumot, bilim yuklanmaydi. Fikrlashga o'rgatiladi, tafakkur qilish orqali hayotga tayyorlanadi. Egallangan bilimlarni tadqiq va tahlili uchun chorak yakunida ilmiy monitoringlar tizimli o'tkaziladi. Bizning maktabimizda nafaqat ilmiy yo'nalishga, balki ijodiy yo'nalishga ham alohida e'tibor qaratiladi. Buni nimalar misolida ko'rishimiz mumkin? Masalan, bizda tarbiyachilarimiz hammasi o'zlari ham ijod qilishadi va bizga shu ijod sirlarini o'rgatishadi. Bundan tashqari, yuqori sinflar uchun tashkillangan ijodiy monitoringlarda biz o'zimiz spektakllarni inserovka qilamiz va spektakllarni butun maktab jamoasi oldida ustozlarimizga namoyish etib beramiz. Quyi sinfdagi o'quvchilarimizga esa ma'lum bir shoirning she'rlaridan yodlab, shuni mahorat bilan ijro etish bo'yicha imtihon topshiriladi har chorakda. Bundan tashqari bizda yozma imtihonlar bo'ladi. Bu albatta o'quvchini o'zini yozish, ijodkorlik qobiliyatini yanada sayqallashga yordam beradi o'z o'rnida. Va yana shuni aytib o'tish kerakki, bizda maktabimizda bo'lib o'tayotgan tadbirlar, imtihon jarayonlari kelgusida bizni katta-katta minbarlarda kezi kelganda hayajonlanmasdan fikrimizni ravon va lo'nda qilib ifoda etishga yordam beradi. Bizning maktabimizda jurnalistika yo'nalishini tanlaganlar bor, adabiyotshunoslik yoki o'qituvchilik vazifasini tanlaganlar bor kasblarini. Aynan mana shu kasblarda biz hozirda o'rganayotgan bilimlar o'z mevasini beradi, o'z hosilasini beradi. O'quvchilar ijod maktabida faqatgina o'qimaydilar, balki yashaydilar. Hayot kurashlariga toblanish shu yerdan boshlanadi. O'quvchilar ilmiy va ijodiy monitoringlardan olgan natijalariga ko'ra yil yakunida bilimi tosh bosmasa o'z maktabiga qaytariladi. Mazkur tizim o'quvchining maktabda yashab qolishi uchun o'z ustida ishlashga, vaqtini to'g'ri taqsimlashga, mehnat qilishga undovchi harakatga aylandi.
O'zbekiston ta'lim bilan rivojlanish yo'liga qadam qo'ydi va buning fundamentini yaratdi. Mana shu fundamentlardan biri ijod maktablari, ixtisoslashgan maktablar. Mana shuning ishtirokchisi ichidagi ijrochisi sifatida strategiyamizni qanday baholaysiz? Ko'ngilda bir hapqirtirib yuboradigan savol berdi, chunki mana shu strategiyani bevosita ishtirokchisi sifatida agar mana shu davlat bugun Prezident ijod ixtisoslashtirilgan maktablarga qo'ygan strategiyasi ostida islohotlar namunali tartibda joriy etilsa, biz ilmda, ma'rifatda jahoniy bir muzaffariyatga erishamiz. Juda katta sarmoya tikilyapti mana shu maktablarga. Millatning eng qaymoqlari olib kelinyapti va mana shu bolalarda halol shaffof muhit bilan birgalikda, vatanparvarlik hissi bilan birgalikda kompetensiyaviy loyihaga asoslangan ta'lim, mustaqil fikrlash, tanqidiy fikrlashni uyg'unlashtirgan holatda zamonaviy fikrlay oladigan avlodni shakllantiryapti. Bu avlod ertaga mana shu jamiyatga, mana shu davlatga, shu millatni katta bir tayanchi bo'lib, yangi avlod bo'lib shakllanishiga men ishonaman. Strategiya ham shundan iborat. Ya'ni Erkin Vohidovning shunday fikri bor. Yaponiya misolida aytadi. Xalq deydi, yer ostidagi moddiy boyliklari bilan qudratli emas deydi. Xalq ziyolilari bilan, ulug'lari bilan qudratli deydi. Bizdagi 200 yillik iskanja, mustabid tuzum bizni qonimizdagi o'sha zakoni qaysidir ma'noda so'ndirgan bo'lsa, bugungi ta'limga qaratilayotgan islohotlar ana shu mudragan bir zakoni tafakkurni uyg'otib yubordi. Men o'zim guvohi bo'lyapman, oqqan daryo oqishiga guvohi bo'lyapman. Ibn Sinolar, Al-Xorazmiylar yetishib chiqqan yurtda yana mana shunday daholar yetishib chiqishiga ishonaman. Bugun ana shunga qo'yilgan qadamlar. Aynan mana shu siz bergan savol, mana shunday daholarni yana yuzaga chiqishi uchun qo'yilgan qadam, strategiya mana shundan iborat va men bunga ishonaman. Agar mana shu islohotlar mana shunday izchillikda, halollikda, fidoyilik bilan amalga oxiriga yetilsa, kelajak 15 yilda mana shu yurtdan yana o'sha daholar, uyg'onish davri egalari qaytib chiqishiga ishonaman. Yangi O'zbekiston ta'lim, ilm-fan taraqqiyotiga asoslangan rivojlanish yo'lidan ketmoqda. Bu yo'lda asosiy tayanch xalqning intellektual va aqliy salohiyatidir. Ayniqsa o'sib kelayotgan avlod tanlangan rivojlanish yo'lidagi asosiy kuch sanaladi. Ya'ni Yangi O'zbekistonning oltin fondi bugungi yangi avlod, o'zgacha fikrlaydigan, muammolarga kreativ yondashadigan yoshlardir. 3-renessans poydevorini mustahkam qo'yuvchi mamlakatning oltin fondi esa bu maqsadi aniq, maqsadlar ro'yobidagi harakatlari dadil, bilimli yigit-qizlardir. Zero bor imkoniyatlar ham ular uchun, umidimiz ham ulardan. Chunki Farg'oniylar, Ibn Sinolar, Xorazmiylar, Termiziylar yangi O'zbekistonda yana qayta tug'ilajak. Ta'limdagi ortga qaytmas islohotlar tufayli navbatdagi renessans ham sharqdan, xususan Markaziy Osiyoning yuragidan boshlanajak.